Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qalbi qaynoq, mehribon, o'zimni mana shu tarmog'imizda bizni kuzatib borayotgan, bizni qalbimizga payg'ambarimizni, Alloh taoloni mehriga sazovor bo'lgan insonlar meni ko'rib turibsizlar, qanday qarsillab chiqqan, meni qancha meni ko'rsatganimiz bilan yana ko'rsating deyishadi-da. Meni ko'rsatyapmiz, qarang. Shunday meni tandirda pishgan, hozir chiqqan shunday bir ajoyib dumbalari bor, mol go'shti, qo'ydi dumbasi, qancha maqtasangiz maqtagilik. Alhamdulillah, Allohga shukr. Kim agar olmoqchi bo'lsa, albatta telefon raqamimni qayta aytib o'tyapman. 94 331 57 27. Albatta qo'ng'iroq qilingizlar. Qo'ng'iroqlaringizga hammasiga javob berishga harakat qilamiz. Ishlayotganda yo namoz vaqtida ko'tarilmay qolgan bo'lsak, uzr so'raymiz avvaldan, lekin hammaga javob berishga harakat qilamiz. Kim bizga qo'ng'iroq qilsa, u albatta biz uchun qadrli inson. Sizlarni biz albatta qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Salomat bo'lingizlar, sog' bo'lingizlar.